Farid Usmon Bobur podshoh 9-qism Kengliklarda yangragan qo'shiq. Uzun Hasan va Tanbal Jahongir Mirzoni olib kelishib Andijonni qamal qilishdi. Samarqandni Bobur Andijon lashkari kuchi bilan qo'lga kiritgan edi. Lashkar tartibsizliklari, beklarning xiyonati bois Bobur qo'shini kuchsizlangan. Shu sabab fitnachi Uzun Hasan va Tanballar uchun Andijon qamali oson ko'chadi. Ular Andijonni qamal qilishib, Bobur tarafdori Sara beklarni o'ldirishadi. Jumladan Tulun Xoja ana shunday beklardan edi. Bobur Samarqandga otlanganda axsiga Uzun Hasanni, Andijonga Alido'st tog'aylarni bosh qilib qo'ygan edi. Qamal muddatida Andijondan Xoja Mavloviy qozidan va Boburning onalaridan Samarqandga, Andijonni saqlab qolish, ularni tezroq xalos etish zarurligi mazmunida choparlar orqali xatlar kela boshlagandi. Shu tashvishli xabarlar ta'siridami Bobur qattiq xastalanadi. Qaytalovlanib, og'ziga suv tomizish darajasiga borib qoladi. Xuddi shu Bobur istimaga kuyib yonib yotgan, uning og'ziga paxta bilan suv tomizilayotganda Andijonni egallab olgan Uzun Hasandan Boburni taslim bo'lishini talab qilib navkar keladi. Elchi navkarga Boburning ahvoli ko'rsatiladi. Uning sog'ayishidan umidlarini uzishgan edi. Elchi bu holatni Uzun Hasanga yetkazadi. Bu xabardan Alido'st tog'ayi sarosimada dushmanni ichkariga qo'yishga majbur bo'ladi. Shahar hali taslim bo'lmasligi mumkin bo'lgan bir sharoitda shunday yo'l tutiladi. Qal'ani egallagan dushman Boburning eng yaqin maslahatchisi, oqil inson, vali darajasidagi ustozi Xoja qozini ark darvozasiga osib, hurmatsizlarcha shahid etadi. Bir necha kunda Bobur tuzaladi. Onalari va Xoja Mavloviy qozi hali unda tirik edilar. Ulardan kelgan xatlar uni tezroq Andijonga qarab otlanishga majbur etadi. Samarqand taxtida bor yo'g'i 100 kun podshohlik qilgan Bobur Andijonga qarab 1000 kishilik odamlari bilan yo'lga tushadi. Shanba yo'lga chiqqan Bobur kelasi shanba 7 kun deganda Xo'jandga yetib keladi. Boburni Xo'jandga kelganini eshitgan fitnachilar o'sha daqiqada Xoja qozi ismi Abdulloh, Xoja Ubaydullohning muridini qatl etadilar. Ahli oilalarini navkarlarga talatadilar. Boburning katta onasi Eson Davlat begim, onasi Qutlug' Nigor xonim va yaqinlarini ko'ch ko'ronlari bilan Xo'jandga, Bobur qoshiga haydashadi. Boburdan shu fursatlarda omad yuz o'girgan edi. U Samarqand va Xo'jand oralig'idagi dashtga kelarkan, qulog'iga bir qo'shiq chalinadi. Bobur ot ustida boshini solintirgan holda mulozimlari davrasida ketib bormoqda. Kengliklar ko'zga tashlanadi. Atrof ham mungli bir ko'rinishga ega. Go'yo borliq ham g'am-g'ussaga cho'kkan. Otlarning tasir-tusir yurib borishi, o't-o'lanlarning shitir-shitirlarini hisobga olmaganda, tevarak atrofda sukunatdan boshqa hech narsa yo'q. Birdan qayerdandir qo'shiq yangragandek bo'ldi. Yaydoq yalangliklar bag'ridan kelayotgan qo'shiq Boburning iztirobga to'la tosh qotgan xayolida edi. Davlating borida, moling borida, do'stga aylanadi begonalar ham, begonalar ham. Davlating yo'g'ida, moling yo'g'ida, dushman bo'lib qolar hamxonalar ham, hamxonalar ham. Bobur bu o'zi haqida kuylanayotgan, xayolida yangrayotgan qayg'udosh qo'shiq bilan sirg'alib borarkan, bu qo'shiq uning dilini kuydirayotganidan ta'sirlanib, ko'zlarida yosh halqalangandek bo'ldi. Bu holatni u mulozimlariga sezdirmadi. Xiyol yosh qalqigan ko'zlarni oldinga tutdi. Oyog'i bilan ostidagi tulporning qorniga tepdi. Ot yo'rtay boshladi. Podshoh oti ortidan boshqa otlar ham yo'rtishga tushdi. Qo'shiq esa hamon shahzoda qulog'i ostida jaranglardi. Davlating borida, moling borida,
do'stga aylanadi begonalar ham, begonalar ham. Davlating yo'g'ida, moling yo'g'ida, dushman bo'lib qolar hamxonalar ham, hamxonalar ham. Bobur bir hafta yo'l yurib Xo'jandga kelgach, Toshkentga xon tog'asiga madad so'rab Qosimbekni yubordi. Oz odami bilan fitnachilar ustidan g'alaba qozona olmasligiga ko'zi yetib, u shunday qildi. Xon tog'asi lashkar tortib, Ohangaron tog' etagiga kelib tushadi. Bobur Axsi tarafga yuradi. Axsiga qarab dushmanlari ham yo'lga chiqishadi. Bobur yetib kelguncha ular Pop qo'rg'onini egallashadi. Shu fursatda Tambal akasi Bektelbani ishga soladi. Bektelba xon tog'asining eshik og'asi edi. Ular o'zlarini oqlashib, yolg'on yashiriqlar to'qishadi. Xonga yonidagilarga pora berishib, xonni ortga qaytishiga ko'ndirishadi. Xon Ohangarondan nari Toshkentga qaytib ketadi. Bugina emas. Yigit yalanglari Boburni tashlab ketadilar. Bobur xo'rligi kelib, yig'lab ham oladi. Chunki u bor yo'g'i 200 dan ko'p, 300 dan kam odami bilan qolgan edi. Axsini egallash rejasi shu bilan barbod bo'ladi. Bobur Xo'jandga qaytib borishga majbur bo'ladi. U Ramazon oyini Xo'jandda o'tkazadi. Lekin hali Bobur o'z maqsadidan kechmagan edi. U Sulton Mahmudga odam yuborib yana ko'mak so'raydi. O'zi Samarqand sari otlanadi. Xon ham o'g'illarni 4-5 ming lashkarga bosh qilib Samarqandga otlanadi. Xuddi shu payt ular Samarqand sari otlanganlarida Shayboniy xon Samarqand yaqinidagi Sheroz atrofini talaganini eshitishib, xon va xon boshliq o'g'illari ortiga qaytishadi. Bobur ham Xo'jandga qaytishga majbur bo'ladi.